Bolajon telekanalining qo'shiq sevar bolajonlari, mana juma kuni yozning issiq paytida sizlar bilan Quvnoq notachalar ko'rsatuvi. Qalaysizlar bolajonlar? Yaxshi. Issiqda charchab ketmayapsizlarmi? Yo'q. Ta'tillar qanday o'tyapti? Zo'r. Zo'rmi? Xo'p, maktabga chiqadiganlar bormi? Ha. Yo, endi birinchi sinfda bilaman, birinchi sinfga bitta-ikkitalar borasizlar. Endi birinchi sinfga boradiganlar bormi? Siz Dilnura birinchi sinfga endi borasizmi? Madina birinchi sinf tamomlayapsiz. Endi borasizmi? Men ham endi boraman. Qaysi biriga ha dedingiz Madina? Borasizmi? Endi birinchi sinfga borasiz. Zubayda ham endi birinchi sinfga boradimi? Afnuna birinchi sinfni tugatdi. Muhabbatxon birinchi sinf tugatdingizmi? Yaxshi. Muslima? Borasizmi, tugatdingizmi? Boraman. Endi borasiz. Soliha? Endi boraman. Endi bora. Demak, bu yerda faqat ikkita birinchi sinf tugatganlar va birinchi sinfga yoz bo'yi yaxshilab tayyorgarlik ko'rib boradigan aqlli qizaloqlar o'tiribdi, to'g'rimi? To'g'rimi? Ha. Shuni so'rayapman, nima qo'rqyapsizlar? Hozir mana 5-iyun ta'tilni endi boshladi mana. Afnuna bilan Muhabbatxon hayron ta'tilda yurishdi birinchi marta hayotida. Sizlar 7 yildan beri, 6 yildan beri ta'tilda yuribsizlar, endi o'qishga chiqasizlar. Keyin ma'lum bir muddat o'qib, yana ta'tilga chiqasizlar. Yozni eng yaxshi ko'radigan jihati qaysi sizlarda? Nimani yaxshi ko'rasizlar yozda? Bas hovuzlarda cho'milishlarni, faqat cho'milish qoidalariga rioya qilamiz. Oldida har doim kattalar bo'lsin. Bitta o'zinglar cho'milish mumkin emas. Kelishdingmi? Quloq cho'kib ketmanglar yana. Rostlasin. Xo'p, yana nimani yaxshi ko'ramiz yozda? 5-iyun. 5-iyulni. Qanaqa sana u? Tug'ilgan. Tug'ilgan kun ekan u. Yana qanaqa? Muzdek ayronlarda, salqin ichimliklardan ichib. Mayli, sayohatlarga chiqasizlar, to'g'rimi? Ha. Yaxshi. Bu baxtli bolalik oninglarni chiroyli o'tkazishlaridan dalolat beradi. Shunga bizda Quvnoq notachalarida hozir an'anaga aylanib borayotgan viktorina savollari bor, u sizlarga emas, tomoshabinlar bizlarni ko'rib, ijtimoiy sahifalarda bizni sahifalarimizga obuna bo'lib, izohlarda yozilsa, ushbu izohlarni o'qib, albatta keyingi ko'rsatuvlarda ularning izohlarini ko'rsatuv davomida o'qib eshittirishimiz mumkin. Demak, hozir o'rganadigan qo'shig'imiz Bolaligim Gulbahor deb nomlangan juda ham taniqli qo'shiq. Bu qo'shiqda hattoki sizlarni oilalar tugul buviylar ham biladilar. Birinchi O'zbekistonda yaratilgan bolalar qo'shiqlaridan bittasi. Buning birinchi kuylagan sizlardaqa kichkina yoshligida kuylagan ijrochi hozir hattoki 4 ta 5 talab navaralari bor. Sizlardaqa navaralari bor. Ishonasizlarmi? Ishondinglarmi qilib? Yaxshi, Bolaligim Gulbahor qo'shig'ining men mualliflarining ismining bosh harfi va familiyasining to'liq aytib o'taman. Sizlar izohlarda buviylardan so'rab, katta insonlardan so'rab, musiqa darsliklarida ushbu mualliflarning nomlari to'liq berilgan kitoblarda titkilab, internetlarda qarab turib izohlarga yozib o'tishingiz mumkin. Demak, Bolaligim Gulbahor qo'shiqning nomi, shoirining ismining bosh harfi O, familiyasi Rashid. O.Rashid. Sizlarga vazifa ismining boshini topishingiz kerak bo'ladi. Qo'shiq muallifi bastakori esa J.Najmiddinov. Najmiddinov demak, ismi kim? Jamolmi, Jamoliddinmi aytib o'tirmayman, Jumadillami, balki boshqa Jasurdir. Uning izohlarida sizlar albatta yozsanglar, ismga ham, familiyaga ham xotiranglarda qolib ketadi kimligi. Biz hozir shunday aytib ketsak, esingizdan chiqib qolishi mumkin. O'shanga shunday viktorina o'ynamoqchi, savol-javob o'ynamoqchi bo'ldik. To'g'ri qilibmizmi? Ha. Sizlar ham bilasizlarmi mualliflarini? Faqat aytib qo'ymaymiz. Kelishdingmi? Sizlarga aytganmiz, ustozinglar aytgan, ismlarini aytmaymiz, tomoshabinlar ham topsin. Sizlar ham ijtimoiy sahifalarda faol bo'lib turib, o'zingizlar yozishingiz mumkin. Bog'chada o'zi yozishni o'rgatishyapti, to'g'rimi? Maktabga chiqayotganlar biladi, bemalol Instagramlarda, YouTube sahifalarida ism familiyasini yozishingiz mumkin. Kelishdikmi? Demak, bu qanaqa qo'shiq ekan? Kimlar uchun qo'shiq ekan bu? Bolalar. Bolalar. Bu studiyada bolalar bormi? Qani bolalar? Sizlarmi? Namchi lanch bolalar sizlar. Kasal bolajonlar. G'amgin bolajonlar. Bolaligim qish fasli bo'lyapti sizlarda. Bolaligim Gulbahor. Men kulsanglar chiroyli. Madina nima bo'ldi sizda? Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshimi?
Mushukingiz joyidami? O'lib qolmadimi? Yaxshi. Bolaligim gulbahor. Eng quvonchli dam oniylar shu holat bo'ladi. Agar shuni chiroyli o'tkazsanglar, hayotinglar ham albatta quvonchli, gulbahorga o'xshab turib, chiroyli, zavqli o'tadi. Xo'p, aziz bolajonlar, qo'shiq kuylashdan oldin nima qilib olardik? Ovoz sozlab olamiz. Ovozlarimizni Sozlab olamiz. barakalla, kelinglar aziz bolajonlar, ovozlarimizni aynan ushbu qo'shiqdagi she'rlardan foydalanib sozlab olamiz. Qaranglar, musiqada ikkita tonalnost bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Minor va majorga bo'linadi. Masalan, hozir bitta 3 ta tovush chalaman, akkord chalaman. Ushbu akkordni quvnoq yoki g'amginligini o'zingizlar topasizlar. Qani bu akkordimiz qanaqa? Quvnoqmi, g'amginmi? Quvnoq, kulib turibdi. Bunisi yig'layapti, eshitmana. Kulyapti, yig'layapti. Hozirgi ismini aytib o'tmagan kompozitorimiz Najmiddinov shunaqangi mohirlik bilan bolani o'zi sizlarga o'xshab qarasa, tabassum bilan turibsizlar, kulib turibsizlar, gulbahorga o'xshab mazza qilib turibsizlar, bahoriy kayfiyatda turibsizlar-da sizlar. Qo'shig'iga minor holatini bergan, lekin bolalarning kulgusi bilan, bolaligi bilan, baxtliligi bilan qo'shiq yanada ham kontrastlashib turib, o'zgacha jozibada ijro qilinadi. Minor tonalligida baxtli bolalik qo'shiqlarini yozish har kimga ham nasib qilmaydi. Qo'shiq yoqadimi sizlarga? Ha. Kelinglar, ovozlarimizni ham aynan minor tonalligida sozlab olishga harakat qilamiz. Xo'p, mening bolalik chog'im, Mening bolalik chog'im, mening bolalik chog'im go'zaldir. mening bolalik chog'im go'zaldir, Go'zaldir. go'zaldir. Yaxshi, juda ham go'zal ekan, a? Bolalik chog'inglar, sizlardan g'amgin inson yo'q dunyoda, yer kurrasida. Xo'p, mayli. Sizlar qo'shiq bilan o'ynaymiz. Hozir major tonalligida o'tamiz. Xo'p. Ha 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 ha. Bu yig'layapmizmi? Xafa bo'lyapmizmi? Nima bu? Kulyapmiz. Kulyapmiz. Qani kulib. Ha 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 ha. Faqat yelkamiz qimirlamasin. Ha 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 ha. Yaxshi, yomon emas. Barakalla, barakalla. Bu mashqimiz. Esinglarda bo'lsa, u qish oylarida sizlar bilan qo'shishlarda qiluvdik, to'g'rimi? Harflarni amalga oshirayotdik. Qani esinglarda bormi? Matematikaga necha olasizlar, ko'ramiz endi. 1 ga 4 ni qo'ysak necha? 5 bo'ladi. Voy, aytib ovoz sozlab aytamiz. 1 ga 4 ni qo'ysak necha bo'ladi? 5 bo'ladi. Birinchi qo'shinglar, keyin aytasizlar. 1 ga 4 qo'shsak 5 bo'ladi. Nechuf? Ha, nima u? 1 ga 4 ni qo'shsak 5 bo'ladi mana. 1 ga 4 ni qo'shsak 5 bo'ladi. Qo'limiz bilan 1. Men bir savol beraman. 1 ga 4 ni qo'shsak necha bo'ladi? Javob? 1 ga 4 ni qo'shsak 5 bo'ladi. Yaxshi. 2 ga 3 ni qo'shsak necha bo'ladi? 2 ga 3 ni qo'shsak 5 bo'ladi. Bu ham 5 bo'ladimi? Xo'p. 7 dan 2 ni ayirsak necha bo'ladi? 7 dan 2 ni ayirsak 5 bo'ladi. Bu ham 5 bo'ladimi? Hammasiga bitta javob ekan-da sizlarda. Xo'p, 10 dan 5 ni ayirsak necha bo'ladi? 10 dan 5 ni ayirsak 5 bo'ladi. Bu ham 5 ekanda. Boshqa savol yo'qmi javobni sizlarda? Xo'sh, 5 dan 0 ni ayirsak necha bo'ladi? 5 dan 0 ni ayirsak 5 bo'ladi. Bu ham 5 mi? Hammasi 5 ekan sizlarda. Ishinglar ham 5 bo'lsin. Mayli. Xo'p, qo'shiq o'rganishni boshlaymizmi? Ha. Qo'shiqni necha bahoga aytamiz? 5. Yaxshi, ishinglar har doim 5 bo'lsin. Demak, bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Qaytaramiz? Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Zavqlar ochib
qulochim. Zavqlar ochib qulochim. Yayrab qushdek uchaman. Yayrab qushdek uchaman. Yaxshi. Demak, birinchi bo'lib bu qo'shiq yakkaxon va xo'r ijrosi uchun yozilgan. Kelinglar, hozir ichilaridan bitta qizni yakkaxon sifatida tanlab qo'yamiz. Qolgan bandlarda naqoratdagi qizlarni qoldirib turib, yakkaxonlarni o'zgartiramiz. Kelishdingmi? Demak, birinchi bo'lib Afnuna siz boshlab ko'ring. Qaytarilishda hamma qaytaradi. Demak, Afnuna siz eshiting. Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Marhamat. Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Barakallah hamma. Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Gulni tikoni bor ekan, qo'lingizga kirib ketdimi? Yo, nima o'rgimchiklar chiqib keldimi? Nimaga unaqa bog'imda gullar chaman, men gullarni qucha ishonch bilan aytmayapsizlar. Ishonch bilan aytib ko'ringlarchi, qani, baravariga hamma. Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Barakallah, o'zimizga qarshi chalib qo'yamiz. Yaxshi. Demak, Afnuna davomini eshiting. Zavqlar ochib qulochim. Zavqlar ochib qulochim. Yayrab qushdek uchaman. Yayrab qushdek uchaman. Qo'shib ko'ring zavqlar. Zavqlar ochib qulochim. Yayrab qushdek uchaman. Zavqlar degan yo'q, zavqlar, zavq ila. Zavq bilan voy chiroyliligini deysizlar-ku, xuddi shunaqa zavqlar ochib qulochim. Marhamat. Zavqlar ochib qulochim. Yayrab qushdek uchaman. Barakallah, hamma zavqlar ochib. Zavqlar ochib qulochim. Yayrab qushdek uchaman. Barakallah, barakallah. Ana endi nimaga kompozitorimiz yakkaxon va xo'r uchun yozgan sababini bilasizlarmi? Ha. Nimaga? Shunga. Shunga zo'r javob bo'ldi-yu. Xo'p, qaranglar. Bundan asosiy maqsad har bitta jamoada haligi xotirasi yaxshi, ovozi, masalan 5 bahoga o'qiydigan bir nechta bolalar bo'ladi. To'g'rimi sinflarda? 4 bahoga o'qishadigan ayrim bolalar bo'ladi. 3, 2 ga o'qiydiganlar deyarli yo'q bo'ladi. To'g'rimi? Yo bormi? Yo'qmi? Mayli, ikkinchi sinfdan 5 bahoga o'qiydi bu bolalar ham. Endi qaranglar, aynan o'sha a'lochi bolalar birinchi bo'lib boshlab bersa, keyin butun sinf bo'lib qaytarilsa, albatta bu chiroyli ohang beradi, to'g'rimi? Hozir mana birinchi bandni boshdan oxirigacha Afnuna birinchisini aytadi, keyin Muslimaga aytaman, Muslima zavqlar ochib qulochim siz aytasiz, xo'r qaytaradi. Kelishim ikkinchi bandni boshqa yakkaxonlarda olib o'tamiz. Hamma yakkaxon sifatida o'zini ko'rsatadi, chunki bizda hamma a'lochi. To'g'rimi? Ketdik boshidan. Bog'im. Birinchi Afnuna. Bog'imda gullar chaman, men gullarni quchaman. Hamma. Bog'imda gullar chaman, Barakallah. men gullarni quchaman. Muslima. Zavqlar ochib qulochim, yayrab qushdek uchaman. Barakallah hamma. Zavqlar ochib qulochim, yayrab qushdek uchaman. Majalilar chiqyaptimi? Aytib qo'yinglar. Yo'q, yumshoq x. Bu eshakni x deysizlar. Ishlab borganinglarda. Yumshoq. La 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 la. Barakallah. Ana endi ikkinchi bandni diqqat bilan so'zlarini tinglanglar. Bahor menga o'xshaydi. Qaytaramiz. Bahor menga o'xshaydi. U men bilan yashaydi. U men bilan yashaydi. Qo'shib ko'ramiz bahor. Bahor menga o'xshaydi. Qunoq notachalar, hozir qunoq harfchalar bo'lib turinglar. Faqat she'rini o'zini aytamiz. Qunoq so'zlar kerak menga. Bahor menga. Bahor menga o'xshaydi. U men bilan yashaydi. Zo'r. Dalalarda gul terib, Dalalarda gul terib, ko'nglim gulda yashnaydi. ko'nglim gulda yashaydi. Like bosdim sizlarga. Endi dalalarda o'zinglar. Dalalarda Gul terib,
Barakallah. Ana endi kelinglar, Muhabbatxon, qani siz aytib ko'ring-chi. Bahor menga o'xshaydi. Bahor menga o'xshaydi. Yaxshi. Birinchi men, u men bilan yashaydi. U men bilan yashaydi. Bahor sizga o'xshaydimi? Qish o'xshaydimi sizga? Yoz o'xshaydimi? Mana yozda turibmiz, kuylaymiz maza qilib. Nega tipratganga o'xshab turib nima qilyapsiz? Tikonlardan chiqib turibdi. Qani? Bahor menga o'xshaydi. Bahor menga o'xshaydi. U men bilan yashaydi. U men bilan yashaydi. Hamma. Bahor menga o'xshaydi. U men bilan yashaydi. Barakallah. Ana endi Soliha aytib ko'ring-chi. Dalalarda gul terib, Dalalarda gul terib, yaxshi ko'nglim gulday yashnaydi. ko'nglim gulday yashnaydi. Barakallah, qarshi chalib qo'yamiz. Bitta o'zingiz dalalarda Dalalarda gul terib, ko'nglim gulday yashnaydi. hamma dalalarda Dalalarda gul terib, ko'nglim gulday yashnaydi. Yaxshi, ikkinchi bandni boshdan oxirigacha o'zingiz aytib qo'yasizlar. Ketdik. Muhabbatxon birinchi, keyin Solihaga o'tib ketamiz. Bahor menga 3-4. Bahor menga o'xshaydi, u men bilan yashaydi. Hamma. Bahor menga o'xshaydi, u men bilan yashaydi. Barakallah. Ko'nglim gulday yashaydi. Yo'q, yashaydi, yashnaydi asalim. Dalalarda gul terib, ko'nglim gulday yashaydi. Hamma. Dalalarda gul terib, ko'nglim gulday yashnaydi. Hey, la 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 la. Barakallah, yaxshi. Hamma yakkaxon ekan-a. Kim Zubayda endi bitta o'zingiz aytib ko'ring-chi. Bolaligim gulbahordan aytishdan oldin birinchi tomoshabinlar bilmaydi-yu so'zini, to'g'rimi? Hammamiz so'zni o'rganib olamiz, keyin Zubaydaga qaytamiz. Bolaligim gulbahor. Bolaligim gulbahor. Unda bahor husni bor. Unda bahor husni bor. Quyosh uni erkalab, Quyosh uni erkalab, kulib boqar har nahor. kulib boqar har nahor. So'zini tushunyapsizlarmi? Ha. Aldayapsizlarmi? Yo'q. Yo'qmi? Yaxshi, Zubayda. Bolaligim gulbahor. Qaytarib qo'ying. Bolaligim gulbahor, undan bahor husni bor. Hamma. Bolaligim gulbahor, unda bahor husni bor. Barakallah. Madinaxon qo'lingizni ko'tarib qo'ying, asalim. Yaxshi, chap qo'lingizni ko'taring. Ikkala qo'lingizni ko'taring. Ikkala. Ay, barakallah. Endi sizga davomi. Tayyormisiz? So'zni qanaqa edi? Quyosh Quyosh uni erkalab, kulib boqar. Boqar har nahor. O'zbek tilida yangi so'z paydo bo'ldi. Kulib boqar har nahor. Ertalabdan turib, nahordan turib kulib chiqadi, to'g'rimi? Yo, quyoshimiz O'zbekistonning qovog'ini solib chiqadimi? Kim bu yerda bizni nima qilyapti-ku? Madina hali ham uxlay yuribdi-kan deb, ha? Xo'p. Madina, quyosh uni erkalab qaytarib qo'ying. Quyosh uni erkalab, Faqat hamma Madinami bu yerda? Madinaxonda o'zi. Quyosh uni erkalab, Kulib boqar har nahor. kulib boqar har nahor. kulib boqar har nahor. Ketdik Madinadan keyin nima? Quyosh Quyosh uni Madina. uni erkalab, kulib boqar har Hamma. nahor. Quyosh uni Kulib. erkalab, kulib boqar har nahor. Hey, la 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 la. Barakallah. Ketdik. 3-band boshdan oxirigacha. Birinchisi Solih aytarmidi? Keyin Zubayda aytardi birinchisi, keyin Madinaga o'tamiz. To'g'rimi? Ketdik. 1
2 bolaligim Gulbahor Zubayda. Bolaligim gulbahor, undan bahor husni bor. Hamma bolaligim Gulbahor, unda bahor husni bor. Madina. Quyosh uni erkalab, kulib boqar har nahor. Hamma. Quyosh uni erkalab, kulib boqar har nahor. Hamma. La 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 la. Yaxshi, yomon emas. Dilnura qoldimi? Dilnuraga 4-chi kuplet. Qani bitta o'zingiz. Go'zallikdir o'rtog'im. Qaytarib qo'ying. Go'zallikdir o'rtog'im, Xo'p, Afnuna. Ochiq unga quchog'im. ochiq unga quchog'im. Xo'p, Soliha. O'tar doim xush chaqchaq. O'tar doim xushchaqchaq. Hamma mening bolalik chog'im. Mening bolalik chog'im. Yaxshi, Dilnura. Go'zallikdir o'rtog'im. Go'zallikdir o'rtog'im, Yaxshi, ochiq unga quchog'im. ochiq unga quchog'im. Hamma. Go'zallikdir o'rtog'im, ochiq unga quchog'im. Yaxshi, endi hamma aytib ko'rsinchi. O'tar doim xush chaqchaq mening bolalik chog'im. O'tar doim xushchaqchaq, mening bolalik chog'im. Yana bir marta o'tar. O'tar doim xushchaqchaq, mening bolalik chog'im. Hey. La 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 la. Yaxshi, qo'shiq yoqdimi? Ha. Xo'p, aziz bolajonlar, ushbu qo'shiqni hozir sizlarga ashula va raqs holatida kuylab beramiz. Yozgi ta'tillarda yaxshi o'tkazasizlar degan umiddamiz. Avvalambor yo'l qoidalariga rioya qilasizlar, cho'milish qoidalariga rioya qilasizlar va ko'chada issiqda yurish qoidalariga rioya qilasizlar, amal qilasizlar. Har doim o'zinglar bilan xona haroratidagi iliq suv, iloji bo'lsa ichiga limon siqib olsanglar bo'ladi. Quyoshda ko'p yurmanglar. Tush paytida albatta orom olasizlar, o'zingizlarga ehtiyot qilasizlar. Kech yotib turib, kech turmanglarda. Ertalab shu Bolajon kanali soat 10 da o'zini efirlarini to'xtatsa, o'sha paytda sizlar ham orom olib, ertalabki tongi dasturlarini Bolajon kanali bilan ko'rsanglar, albatta sizlarni ta'tilingizda juda ham maroqli o'tkazish uchun bizning ijodkorlarimiz turli xil ko'rsatuvlar, loyihalar ustida ishlar olib borishyapti. Albatta juma kuni Quvnoq notachalarini ko'rish esdan chiqmasin, to'g'rimi? Sizlar ko'ryapsizlarmi o'zi Quvnoq notachalarni? Yoqyaptimi o'zingizlarda? Qanaqa bo'lyapti? Zo'r. Zo'rmi? Demak, tengdoshlarimizga nima deymiz keyingi ko'rsatuvlarda? Voy, ko'rishguncha deymizmi? Keyingi ko'rsatuvlarda Ko'rishguncha!